O'ychi o'yini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bajaradi deyshadi. Eskilar, hurmatli obunachalarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan gapiramiz va ko'rsatamiz. Yana sizlarga issiq kunlarda, issiq yangiliklarda obzorlarini ko'rsatishda davom etamiz do'stlar. Hurmatli obunachalarim, eslaringda bo'lsa, biz Farg'ona shahar 5 bola bilan Vatniyda o'rtasida qon quyishtirib orasidan kirganda mahallani ichida 5 sotik do'stlar 6 xona uy bor. Fayzli hovli uyimizni sotuvga qo'ygandik. Mana o'sha hovli uy do'stlar, ushbu hovli uyimiz Farg'ona shahar asli uy-joy savdo orqali sotildi do'stlar. Shuni sotilganligi haqida sizlarga do'stlar ma'lumotini berishga harakat qilib boraveramiz. Xatolari, nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Videoni ko'rishdan oldin videoga like tugmasini bosib qo'ying, sababi shunaqangi hovlini havas qilganlar, orzu qilganlar, niyat qilganlar do'stlar like chertib qo'yib, kommentariyada inshaalloh bizga ham nasib qilsin deb yozib qoldiringlar do'stlar, sababi bizga ham, sizga ham shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar do'stlar nasib qilsin. Bu hovli uyimizni sotuvga qo'yganimizda do'stlar juda ham ko'p prosmotrlarga ega bo'ldi. Juda ham ko'p insonlar ko'rdi, juda ham ko'p insonlar ushbu xonadonni ko'rib, to'g'risini aytsam, havas qilishdi, sababi juda ham kommentariyada iliq fikrlar qoldirildi. Men nima demoqchiman do'stlar, ushbu videoni tayyorlashga sabab uy egalari bizga qo'ng'iroq qilib aytishdiki, Sergap Azizbek, mehnatingizga rozi bo'lasiz, ushbu hovli uyimiz sizning kanalingiz orqali sotildi. Shuni sotilganligi haqida obunachilaringizga yetkazib qo'ying deyishganligi uchun biz ushbu videoni tayyorlashga harakat qildik va qo'limizdan kelganicha sotilganligi haqida ma'lumotini berib o'tamiz. Bu uyda obzor qilmaymiz, avvalroq biz obzor qilganmiz, shunchaki 5 sotik 6 xonaligini aytib o'tishimiz mumkin do'stlar. Uyimizning narxini sizlarga qiziq bo'lishi uchun 85 ming dollar baho qo'ygandik. Mana bitta baxtli inson ushbu hovlini qo'lga kiritibdi. Biz sotgan insonga barakasini bersin deymiz. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarini o'tkazib, to'ylar qilishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Oilasi bilan birgalikda mazza qilib ushbu xonadonda yashashlikda Allohdan so'rab qolamiz. Bu hududda gaz, suv, svetdan muammosi yo'q edi. Kommunikatsiya tizimidan umuman muammo yo'q bo'lganligi uchun uyimiz va uyimiz remontlari a'lo darajada edi. Eng asosiysi hudud lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan edi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta baxtli inson ushbu hovli uyda qo'lga kiritdi do'stlar. Biz juda ham xursandmiz bundan. Men juda ham ko'p aytaman, uy sotgan inson ham baxtli, uy olgan inson ham baxtli. Nima uchun? Juda ham ko'p insonlar do'stlar uyini anchadan beri sota olmay yuradigan insonlar ham bor, yokida ancha yillardan beri uy olaman deb rosa ham harakat qilib yurgan insonlar bor. Shuning uchun uy sotgan inson ham, uy olgan inson ham do'stlar har ehtimolga qarshi baxtli desak ham bo'laveradi. Barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli, shinam xonadonlar nasib qilsin do'stlar. Endi qarang do'stlar, agar sizni Farg'ona shahar ichida yoki Farg'ona shahar tashqari sotiladigan hovlilar, yer uchastkalar, hayteklar, kottejlar, noturar binolar, oddiy kvartiradan tortib novostroyka domlargacha, xullas kalom bir so'z bilan aytganda, sizni ko'chmas mulkingiz bormi? Sotmoqchimisiz? Reklama yopishtirib, reklama ilovorib zerikdingizmi? Realtorlarga murojaat qilyapsizda va sizni ishingiz yurmayaptimi? Unda men sizga Farg'ona shahrida yagona bo'lgan do'stlar, asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini taklif qilaman va tavsiya qilaman do'stlar. Bemalol bizni kanalga kiring, kanalga obuna bo'ling, videolarga like bosib, bizni qilayotgan mehnatlarimizni bir qator ko'zdan kechiring. Va do'stlar, agar sizga bizning mehnatimiz ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol o'sha sotiladigan joylaringizni bizi kanalimizga 24 soat davomida joylashlaringiz mumkin. Shahar ichi reklama xizmatlarimiz 250 ming so'm, shahar tashqarisida do'stlar narxi kelishilgan holatda bo'ladi. Biz bekorga reklama xizmatimiz pulli emas do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, bizda hamma narsa oshkora, realni qilinganligi uchun biz reklama xizmatini olamiz va reklama xizmatimizni qo'limizdan kelganicha oqlashga harakat qilyapmiz. Sababi nima uchun degan insonlarga biz qo'yib borayotgan har bir uyimiz do'stlar o'z egasini tez, qulay, oson, ishonchli tarzda topyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Buning uchun do'stlar bizga kiringlar. Bizning kanalimizda do'stlar bilasizlar, juda ham ko'p xonadonlar sotuvga qo'yilyapti va juda ham ko'p xonadonlar sotilganligi haqida ma'lumotini berib boryapmiz. Farg'ona shahrida yagonaligi, nimada yagona degan insonlarga biz sotiladigan uylarni sotiladi deb qo'yamiz, sotilgandan keyin sotildi deb ham chiqarib qo'yamiz. Sababi siz aziz obunachilarim ovoragarchilik bo'lmasligi uchun do'stlar. Ushbu hovlini ham biz sotuvga qo'ygandik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram kanallariga joylagandik. Bitta baxtli inson ushbu hovlini bizning kanalimiz orqali xarid qildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazib, to'ylar qilishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Barchamizga shunaqangi fayzli xonadonlar nasib qilsin. O'sha uyga havas qilgan insonlar videoga like bosib do'stlar, izohlarda inshaalloh bizga ham nasib qilsin deb yozib qoldirsalaring do'stlar, ajomat sizlarga ham bizga ham shunaqangi hovlilar nasib qilib qolar do'stlar. Xo'p, qo'limdan kelgancha obzor qildim. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, birdan 5 gacha
son bo'yicha baholab, uyini sotmoqchi bo'lib yurgan insonlarga ushbu videoni shundoqqina ulashib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbek va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videoga o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Bizning mehnatimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videogacha xayr do'stlar.